Akalar, qo'zilarning udari keldi. Haqiqiy gigantlardan akalar sizlar uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Jarariq mahallasidan ko'rsatishni boshlaymiz. Assalomu alaykum, bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz. Mana bugun akalar haqiqiy velikan, kelajakda Xudo xolisa 1 metrga yetadigan mana shunaqa qo'zilarni zo'rlarini inshaalloh ko'rsatamiz. Akalar videoni boshidan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammamizga akalar mana shunaqa qo'zilarni zo'rlardan Alloh minglab millionlab nasib qilsin akalar. Bo'lmasa endi hamma ma'lumotni egalaridan Xudo xolasa sizlarga yetkazaveramiz. Bo'lmasa biz ishimizni boshladik. Like bosib turgan akalarimizni xonadonlari mana shunaqa sifatli qo'y-qo'zidan to'lib, minglab millionlab akalar ko'payib ketaversin. Akalar ko'rib turgan qo'ylaringizni ma'lumotlar akalar haqiqiy sifatliligi, hamma bir so'z bilan aytganda quyuq-so'q ma'lumotlarni Asilbek bilan Xudo xolasa sizlarga yetkazamiz. Hormang, yaxshimisiz Asilbek? Salomatmi Shuhrob aka? Alaykum. O'z zo'rmi aka? Alhamdulillah, mana ko'ryapmiz. Haqiqatan ko'zni quvontiradigan, ranglari ham haqiqatan odamni o'ziga jalb qiladigan qo'zilarni zo'rni olib kelibsiz. Nechi bosh endi? Zo'rni aka. 34 bosh Shuhrob aka. Maşallah. Akalar mana ko'ryapsizlar, 34 bosh mana shunaqa sifatli, baquvvat qo'zilardan akamiz olib kelibdilar. Maza qilib mol qilaman degan akalarimiz bo'lsa, bexijolat akalar, pastdagi nomerlarga telefon qilib, nechta kerak desalar, Xudo xolasa yetkazib berishni ham yo'llarini qilib berishaveradi. Buni hozir erkak urg'ochiligi qanday? Aka, 8 ta urg'ochisi bor aka. Aha. 26 ta qo'chqori bor aka. Ha, tushunarli. Qo'chqorlari ham aka 2 qo'yga dam beraveradi. Aka ko'rsating-da. Mana qarang aka. Qo'chqor ham qo'chqor ekanda, maşallah. Qo'chqorni qarang aka. Endi hozir buni boya qaysi birini egizdevdik? Bas, soliqlarni aytdim. Shuhrob aka. Egizchisi ham borda bular. Mana aka, egiz ekan aka. Gap yo'q. Akalar mana. Aka bir to'qliga dam beradi aka. Yana shisha cho'l qo'y deb o'ylashmasin aka. To'qliga haqiqatan dam beradi. Soliqqa dam beradi aka. Bugun chiqargan to'qlarimiz deb bo'lyapti bo'ybas akalar. Mana qo'chqarni ham ko'rsating, nima? Qorani ham aka. Limuzin aka, limuzin. Haqiqatan limuzin. Aka, uni qarang, gazini qarang. Kim olsa ham maza qiladigan joydan ekanda. Bularni hozir bunday qilaylik. Endi bo'ybaslar, holatlar, ranglar o'ziga tortyapti odamni. Bularni bari endi sog'ligidan ham so'rab olish kerak edi. Sog'ligi qanday? Sog'lik aka, bir hafta 10 kun sinab olishaversin. Maşallah. Akalar sog'ligini bexijolat kelib ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Uyaltirmaydigan mana shunaqa zo'r qo'zlarimiz turibdi. Endi mana buni asosiy joylarini gaplashib olyapmiz. Sog'ligi eng muhim joyida. Mana akalar ko'ryapsizlar, sog'ligida hech qanday kam yo'q. Necha joydan necha joygacha bular? Aka 4 oydan 6 oygacha bor aka. Qo'zimni past turali aka. Oldi 6 oylik aka. Akalar ko'rib turganlar. Ko'rib turibsiz aka, bo'yini ham qarang. Mana qo'z 85 chiqar aka. Mana akalar. Endi 85 chiqmasa ham shu 80 aka naq. 80 naq aka. Gap yo'q. Akalar mana qo'zi shunday bo'lib turibdi akalar, tasavvur qilaveringlar. Bitta tish buzgandan keyin bular qanday katta bo'lib ketadi. Shunday aka, bu tish buzsa aka bu 1 metrlik bo'ladi aka. Gigant bo'lib ketadi deysiz. Endi buni nima qilaylik? Hozir asosiy joylarini gaplashib olaylik. Bo'ybaslarki ancha yaxshi, oyini gaplashib oldik. Sog'ligiga garantiya beraman deyapsiz. Sog'ligiga bir hafta 10 kun garantiya bilasiz. O'zim chorvachiga yuribsiz. Mendan yaxshi bilasiz. Shunday. Sog'lomligi zo'r, Xudoga xohlasa bu uddala bo'lmayapti. To'g'risi-da, mana shuncha odam bo'lib turib uddala olmay akalar video qilyapmiz. Turibsiz-ku, uddala bo'lmayapti haqiqatan. Endi buni dastavkasini qanday qilamiz? Dastavka bilasiz, Shuhrobjon, o'ylashmasin. Mana akalar. Besplatna dastavka. Mana akalar. Dastavkadan umuman muammosi yo'q. Muammosiz aka. Qayeriga bo'lsa Xudo xolasa O'zbekistonni bir qo'lga oldim degan akalarimizga. Uyi bo'lsa muhimi Shuhrob aka, bo'ldi. Maşallah akalar mana ko'rgan. Xudo xolasa qilib beramiz obunachilarga. Gap yo'q. Buni narx-navosi qanday bo'ladi endi? Narx-navosi ham bomba bo'ladi, Shuhrob aka. Menga qarang, 4,5 42 yo'q narx aka. Unaqa gap yo'q. Yo'q aka. Gap yo'q. 4 milliondan O'zbekiston любой burchagiga ekan 12 ta viloyatda dastavka bor aka. 4 milliondan. 4 milliondan. Ya sal baland. Bir joyga olgan obunachilar. Bir qo'lga. Yana ham aka. Xayr sunnati o'tayotgan joyi ham bor aka. Yo, zo'r gap, haqiqatan qo'zi zo'r. Lekin narx sal baland bo'ladi. Vodiyli akalarimiz aytgan jichcha baland deydi-yu. Jichcha o'tamiz aka, jichcha baland bo'lsa. Jichcha o'taylik, endi hozir nima qilamiz? 36 dan qo'yamiz shuni. Yo, kam bo'ladi, Shuhrob aka. Yo'q, nima kam bo'ladi? Aka 36 lik qo'zi emas aka. Ya, qo'zi zo'r, qo'zini yomonlagan odam. Qo'zini menga qarang. 2-3 martadan beri qo'zini chiqaryapti, sariq qo'zlarni. Aka, men bizni qo'zini chiqardik. 38 dan chiqardik, 4 million chiqardik. U qo'zilardan ziyatmi yo'q aka, o'zi aytavering. Baland, haqiqatan bo'ybasti holatlari ancha yaxshi bo'ladi. Endi sizga ham o'rgatmay aka qo'ydi. Ya, bu qo'zilarni endi bundayda yomonlagan odam qo'yib tushunmagan odam bo'ladi. Shunday aka. Uni qo'yni ko'p maqtamaylik. O'zini o'zi maqtaydi aka. Shunday. Buni kelgandan keyin odamlar o'zi ko'radi, haqiqatan Xudo xolasa ustiga kelsa. Buni endi asosiy nimasini qanday qilamiz? Hozir 3,600,000 yaxshi pul bo'ldi, katta. Kam bo'ladi aka unga. Qancha qo'sha 3,600,000 ga? Yo aka, endi o'z insofsar so'rang aka. Lekin 4 million qimmat endi. Men so'raganimki, 100 ming o'tib beramiz, Shuhrob aka. Yo'q, 100 minglarni to'g'risi men emas, boshqa kishi so'rasa ham o'tasiz-da. 100 ming uchun talashayotmaymiz, kelamiz.
Har doim siz bilan bunaqa nimaqa bir pastga yetib 100 ming uchun so'ramaganman. Bo'lsa mana shuni qo'yaylik, masalan 36 dan qo'yaylik, shuni baraka topsin. Yo'q aka, kam ancha kam aka, o'zimizga tushmagan aka. Biz Yo'q, hozir masalan to'g'risida obunachilar ham xursand bo'lsin, mana savdogar akalar bilan masalan talashib tortishyapmiz mana shu narsani ustidan. Bir so'm bo'lsa ham foydada hozir nima qilamiz? Obunachilarga bo'sayapsiz aka, mayli, obunachilar bo'lsin aka. Yo'q, endi bunday siz bilan bizga 1 so'm foyda bo'lsa yetadi, to'g'ri. Shunday. Ko'pda mayli, ozroq bo'lsa ham foyda qilaylik. Hozir 38 chotki narx bo'ladi, talashmayman mayli. 3 million 800 dan qo'yaylik, 3 million 700 ga bilaman, bermaysiz. 3 million 800 dan qo'yaylik mayli. Bor aka, ketdi. Faqat bu aka. Nega savdo qilmasin aka? Boshqa unday deyman. Savdo qilmasin aka. Bo'layotgan joy. Sunnatini qilib berasiz. Unaqa gap. Telefon qilishaversin aka, yana ham kelishamiz aka. Joningiz sog' Bor bo'lsin aka, ketdi aka. Akalar faqat aka bir joyga olgan obunachi. Xudo xolasa, endi lekin to'g'risini ham aytib ketaylik. Shu masalada akalar katta-kattasini terib olaman desalar, 1 so'm pelusi bo'ladi. Lekin ichidan kichkinasini olib beraman desalar, xudo xolasa 200 ming, 300 ming nari ber aka. Ichidan kichkinasidan minus ham qilib berasiz puldan. Ha, ya, albatta aka. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar shuning uchun bexijolat telefon qilaverasizlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sizlar uchun men savdogar akalarimiz bilan savdosini qilib, xudo xolasa tayyorlab qo'yamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.